O'zingizga hech narsa kerak bo'lmasdan turib, menga pul ketkazmoqchisiz hozir. Yo'q, hammasi joyida. Kollagen olsa bo'lmaydimi? Qachon mayli olasiz kollagen? Hali yoshsiz. Kollagenni men kattalarga taklif beraman. Hozir idealniy yoshda va idealniy teriga egasiz hozir. Go'zalsiz, sun'iylik topib olasiz o'zingiz. Ya'ni ko'chadagi qizlar bor-ku, shunaqaga o'xshab qolasiz. 18-19 yoshli qizlarimiz, 20 yoshli qizlarimiz katta bo'lishga shoshilmanglar. Nit, botoks, fillerlardan ehtiyot bo'lamiz. Chunki sizlarning teringlar juda ham chiroyli va idealniy bo'lishi mumkin. Bu qizimizda terilari mayin, idealniy, elastikligi ham, namlik balansi ham juda ham optiq va tiniq. Qo'yarda qo'ymandilar yuz chizkasini. Aytdim, toshmanglar bo'lmasa, agar kuperoziylar bo'lmasa, rozatsiyalar bo'lmasa, giperpigmentatsiya bo'lmasa, qanaqadir muolaja olishga shoshilmanglar. Yuz chizkasi, karboksiterapiya yoki sredniy peeling, yengil peeling и plazma lifting, mezoterapiya 25 yoshgacha bo'lgan qizlarimizga yuzini ухожение qilib ishlab turadi. Nit qo'yib bering dedilar, bular menga nit qo'ya olmayman. Sababi u nit bularni yuzlari dumaloqdan kelgan, hech qachon kichkina qilib bermaydi, qisman qilib beradi, lekin bulaga natija bermaydi. Yoningizdagi o'rtog'ingiz nit olib nimadir qilib keldimi, aynan siz ham olishingiz kerak degani emas. Chunki sizni yuz strukturangiz boshqa, anatomiyangiz boshqa, sizdagi muammo boshqa-da, uni yuz bilan bir xil emas siz yuzingiz. Shuni miyalarga qo'yib olinglar. To'liq ma'lumotni Bisaniyaga yozib qo'ydim. Doktor Gulyuzga obuna bo'lishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Bitta like ni bosasiz, shuncha ma'lumot berdim.